O'rtoqlar, assalomu alaykum. Mana ona tog'a security. Kecha metga mashina qo'ygandim. Bu yonimda ham mashina bor edi. Bu yonimda ham mashina bor edi. Menda yo'l bor edi. Bugun ertalab ketdim, men o'rtada qolganga o'xshab qoldim. Yo'q tog'a chiqdi-dagin. Mana ularni, mana fishkalarni chekkaroqqa olib, mana ikkita fishkani orqamga qo'yib qo'ydi. Hijolat bo'lma turaver dedi. Shola qilmaydi endi chiping chiqargan bo'lsang, men chip chiqardim, yura olmayman. Endi qoldim, endi iloji yo'q o'xshaydi. Chipsiz yurib bo'lmaydi. Yordam qildi, malades, yaxshi inson ekan. Umridan baraka topsin. Chiqib mana yordam berib kirib ketdi. Boshqa joyda bo'lsa, bilmayman, "O mashinangni, falon, piston" deb bosh tortadi, yine ketdi, saqchi ketdi. Malades yordam berdi, lekin o'zim hijolatman. Polis kelib deb qolmasa deb turibman, endi bilmayman. Xudoga tavakkal. Endi kechqurun kelganimda bularni ittalab bugun ketishini bilganimda, ichkarida joy ham yo'q edi. Kechqurun 9dan 10da kelganman. Ilojim yo'q endi, shuyda turar endi mana shu toychaga endi. Xudoga tavakkal. Mana hali to'lyapti mashinaga. Endi hozir joy bor, kechqurun yo'q edi men kelgan paytim. Sog' bo'linglar. Kelganda iloji boricha 45 soat, 51 soatga to'xtaganda dam olishda iloji boricha ichkariroqdan bemalol joy topib qo'yaveringlar. Bilmaganlar, eskilar juda yaxshi biladi buni-yu. Endi menga o'xshagan yangilar bilib o'ravermaydi. Sog' bo'linglar. Ogoh bo'linglar.